Xo'sh, bugun sizlar bilan haqiqiy g'oliblar haqida gaplashamiz. Xo'p, haqiqiy g'oliblar bular kimlar? Haqiqiy g'oliblar ular boshqalar o'ynaydigan o'yinni o'ynashmaydi. Ular o'yindan tashqarida yurishadi. Ularga yutish, yutqizish bir tiyin, umuman qiziqishmaydi. Ularni fikrlashi boshqalarga xuddi ertakdagidek tuyuladi. Misol uchun Ilon Mask. Ilon Mask Marsni egallayman, insonlar miyasiga chip qo'yaman degan payt odamlarga bu gaplar xuddi ertakdagidek tuyulgan. Lekin hozir bu narsa birma-bir amalga oshishni boshlayapti. Sun'iy intellektlar, Neuralink kompaniyasi, shunga o'xshash narsalar. Xullas, shunchaki ular boshqalarga o'xshamagan unikalniy yo'lni tanlagan. Eng qizig'i, bitta savol bor. Mana shu unikalniy yo'l qayerdan miyalariga kelib qoladi? Qayerdan ularga kelgan? Qanday qilib dunyo hayratda qoladigan loyihalarni yaratgan ular? Qanday qilib? Xo'p, tasavvur qilinglar, Sherzod degan bola bor. U burger kompaniyasi ochmoqchi. Ya'ni burger markazi ochmoqchi. Burger iste'mol qiladigan markaz. Xo'sh, O'zbekistonda har bitta burchagida burger markazi juda ham ko'payib ketdi. Lekin Sherzod juda ham xohlayapti o'zini muvaffaqiyatli xaridorgir burger markazini ochishni. Puli bor, joyi ham bor, yetarlicha tanishlari ham bor. Lekin u qo'rqyapti, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqyapti. Xo'sh, u nima qilish kerak? Sifatni oshirish kerak, to'g'ri. Lekin sifatni hamma ham oshiryapti. Bu hozir yechim bo'lmay qoldi. Xo'sh, yana boshqa yechim nima bo'lishi mumkin? Boshqa yechim bu super g'oyalar, ya'ni o'ziga xos g'oyalar, o'ziga xos uslublar. Misol uchun 5 burchakli hot-dog. Shuni singari ajoyib to'g'ri bir loyihalarni miyaga olib kelish kerak. Xo'p, nima qilish kerak buning uchun? Bizga o'ziga xos g'oyalarni qayerdan olishimiz kerak? Qayerdan keladi bu narsa? Xo'sh, buni bitta yechimi kitob o'qish. Kitob o'qing, mana shu g'oyalar kelishni boshlaydi. Kitob o'qing. Chunki kitob o'qiganimizda neyronlarimiz ma'lumotlar bilan ozuqalanadi va ma'lumotni yutgan neyron sizni eski ma'lumotli va boshqa ma'lumotli neyronlaringiz bilan sinaptik bog'lanish qiladi. Va mana shu sinaptik bog'lanish natijasida sizda yangi g'oyalar kelishni boshlaydi. Ertalab turib, "Vau, dahshat g'oya keldi" degan vaziyatlaringiz bir eslang va o'sha kundan bir kun oldingi kunda nima qilgandingiz bir eslab ko'ring. Yoki kitob o'qigansiz yoki bo'lmasa juda ko'plab ma'lumotlarni yutgansiz qanaqadir vosita orqali. Xo'p, nima demoqchiman? Elon Musk qilgan, Bill Gates qilgan bu ma'lumotlar, ya'ni miyaga yetarlicha ma'lumotlarni har kuni berib turish, miyani boyitish. Buni eng zo'r yo'li kitob o'qish. Kitob o'qisangiz miyangizni 17 ta a'zosi birdaniga aktivlashadi. Hech qaysi harakat yo'qki, kitob o'qishdek 17 ta a'zoni, ya'ni miyangizni 17 ta qismini birdaniga aktivlashtiradigan hech qanaqa harakat yo'q, faqat kitob o'qish bor. Shunchaki kitob o'qing, o'ziga xos bo'lmoqchimisiz? Bir o'ziga xos g'oyalar bilan boyitilgan biznesga ega bo'lmoqchimisiz? Shunchaki kitob o'qing. Sog' bo'linglar.